Assalomu alaykum. Kesh taxta kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz balor, taxta va shiferning eng oxirgi narxlarini aytaman sizlarga. Videoni cho'zmasdan biz boshladik. Xo'p, obunachilar, birinchisidan boshlaymiz. Birinchisidan ko'rsatishda. Bu 12,5 ga chesta 4,5 lik taxtamiz kelgan. Bundan oldin ham kelardi. Bundan sotganmiz. Sifati zo'r taxtamiz. Asosan reka uchun ishlatamiz. Chesta 4 ga 4,5 ga chiqadi. Ideal singan-pingan chiqmaydi o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin. Chesta mana 12,5 ga, bunaqasi 4,5 lik taxtamiz. Bunaqasini ko'rdinglar, 12,5. Bunaqasi chesta 4,5 lik taxtamiz. Quritilgan zavod taxtamiz. 140 ming so'mdan chiqadi donasi. Biz strapelarga ham, boshqa narsaga ham sifati zo'rini ishlatishyapti. Asosan reka uchun ishlatamiz. Taqlib qo'yamiz. 140 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Keyingisi mana 10 lik demovkamiz kelgan. 10 lik demovkamiz 6 metrlik, qancha chesta 2,5 lik demovkamiz tunkantaga ishlatiladi asosan. Keyin patologga reka uchun ham ishlatiladi. Bu narxi 60 ming so'mdan qilib beramiz. Ko'proq olganlar kelishda beramiz. Qancha chesta 2,5 lik, 10 lik demovkamiz. Keyingi masalan bu keyingisi 4 metrlik 10 lik strapelarimiz, 10 ga 3,6, 3,5 lik strapelarimiz bo'ladi. Bu ham quritilgan 100% sasna strapelarimiz 85 ming so'mdan chiqadi. Ko'proq olganlar kelishda beramiz. Sifati zo'r, qancha desanglar bor, xudo xolasa. Keyingisi mana patolochnik rekalarimizni aytib o'tib ketaman. Patolochnik rekalarimiz 2,5 ga chesta 4,5 rekalarimiz 5 ming so'mdan chiqqan metr, 2,5 chesta 4,5 ideal singan-pingan qo'shilmaydi bu rekalarga. Keyin 4 metrliklari ham bor. Keyin mana chesta 14 ga 4,5 lik taxtamizdan bor edi o'rtoqlar. Bugun mana sotildi, sal kamroq qoldi. 14 ga chesta 4,5 lik taxtamiz. Bu ham 155 ming so'mdan chiqadi. 14 ga chesta 4,5, bir skatlik ichi keng joylarga strapelarga ishlatishyapti. Bugun ham sotildi, sifati zo'r. 155 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Keyingisi ko'rishingiz mumkin, shu bugun tushdi mana 14 ga chesta 4 lik taxtamiz. Mana metrcha bekorga qo'limga olmaganman. Hammasini razmeri bilan ko'rsatib o'tib ketaman. Chesta bunaqasi ko'p kishi 13,5 ligini sotishyapti arzonroq. Bu chesta 14 lik taxtamiz o'rtoqlar. Adashmaysizlar. Mana chesta 14 lik bunaqasi chesta 14 ga 4 lik taxtamiz 140 ming so'mdan chiqadi. 138 ming, 136 ming so'm qilib beramiz narxini. 136 chesta 14 ga 4 lik taxtamiz. Keyin shuni mana 14 ga 308 lik bor o'rtoqlar. 135 ming, 133 ming qilib beramiz. Quritilgan taxtalar asosan bular 100% sasnadan pixta-pixta umuman sotmaymiz o'rtoqlar. Bizda o'zi mijozlarimiz hammasi sasna xohlashadi. 100% sasna narsa olib kelib sotamiz. Sifati zo'r. 136 ming so'm, 14 ga chesta 4 ligi, 14 ga 308 ligi, 133 ming so'm qilib beramiz. Keyin 14 ga 3,5 ligidan ham so'rashadi ko'p kishi. X katli joylarga bo'laveradi, sifati zo'r. Buni ham 100% sasna taxtamiz. 14 ga 3,6, 3,5 ligimiz. Bu 126 chiqadi, 123 ham qilib beramiz. 14 ga 3,6, 3,5 lik strapelamiz. Keyingisi o'rtoqlar 20 lik taxtamiz sal kamroq qoldi. 20 lik taxtamiz 185 ming so'mdan chiqibdi. Unda 19 ga chesta 4 ligi karat uchun ishlatiladi asosan. Sifati zo'r, 185 ming so'm 20 ga chesta 4 lik taxtamiz. Keyingisi mana bu o'rtoqlar mana 10 burusimiz kelgan. Pragon uchun o'rtoqlar 9 ga 9 ligini sotganmiz. Chesta 10 ligi keldi. 10 mana ko'rishingiz mumkin, operator ko'rsatamiz. Chesta mana 10 burusimiz Pragon uchun sifati zo'r. 240 ming so'mdan chiqadi donasi. Kelishtirib beramiz o'rtoqlar. Chesta 10 ga 10. Adashib qolmaymiz. 140 ming so'mdan chiqadi donasi. Keyin 12 lik taxtalarimiz 12 lik 100 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Asosan mo'lat uchun ishlatiladi bular. 12 lik strapelarimiz 11 ga bunaqasi 3,8, 3,7 lik strapelarimiz 100 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin chesta 4 lik 105 ming so'mdan chiqadi. Chesta qalinligi 4 lik mana ko'rishingiz mumkin. Metr bilan ko'rsatib o'tib ketaman. Chesta 4 ligi 105 ming so'mdan qilib beramiz. 6 metrlik 11 ga chesta 4 lik taxtamiz. Endi X katli joylarga, keyin tunka bo'ladigan joylarga strapelarga ishlatilaveradi. Sifati zo'r. 10 lik taxtalarimiz 80 bu 4 metrlik taxtachalarimizga keldik. 4 metrlik 12 ga chesta 4 ligimiz bu 75 ming so'm chiqadi. Men bularni 65 ming so'm, bular donasi 60 ming so'mdan chiqadi donasi. Chesta 4 ligi 9 ga chesta 4 lik, men 11 ga chesta 4 lik 4 metrlik taxtachalar. Bular Pragon mo'rlat-po'rlatlarga, araz qisqa joylarga, tualetlarga, keyin bunaqa joylarga strapelar uchun ishlatiladi asosan. Keyingisi mana bu 14 lik demovkamiz o'rtoqlar. Mana ko'rishingiz mumkin, operator ko'rsatamiz. Chesta qanli 2,5 lik demovkalarimiz 14 lik, qanli 2,5 lik, bunaqasi chesta 14 lik demovkamiz. Buni narxi 85 ming so'mdan chiqibdi. O'rtasidan bo'lamiz. Tunkantaga reka uchun ishlatiladi. Mana tunkantagim shunday qoqilgan mana. Buni 85 ming so'm kesib berishga qilib beramiz. Qanli chesta 2,5 lik mana ko'rishingiz mumkin, 100% sasna demovkamiz. Bular keyin buni chesta 15 lik ham hozir ko'rsatamiz. Mana 14 ga 4 lik mana shu bugun tushgan taxtamizdan sig'magan o'shaga taqilgandek. Bular mana 136 ming so'mdan chesta 4 ligi bo'yina ko'rsatdim. Kilovrasini nechta desanglar bor, xudo xolasa. Keyingi mana 17 ga chesta 4 lik taxtamiz ham bor. Karvat uchun mana, karvat uchun 175 mingdan chiqadi. Chesta 17 ga 4 lik taxtamiz 175 ming so'm karvat uchun. Karvatga mana shu bugun berdik mana, sifati zo'r. Keyingi masala chesta 15 lik demovkamiz kelgan mana, quritilgan bular.
100% sasna demovkamiz. Bu 92 ming so'mdan chiqadi donasi. Sifati zo'r. O'rtasidan bo'lamiz, tungantaga ideal ketadi. Chista 15 lik so'raydi bir ikkitalar mana. Chista 15 lik demovkamiz mana. Chista 15 lik, qalinligi 2,5 lik demovkamiz. 92 ming so'mdan kesib ishchiga qilib beramiz. Tungalar tagiga. Sifati zo'r. Quritilgan asosan yana sasna 100%. Keyingisi mana chista tutka 4,5 mekamiz o'rtoqlar mana. Chista tutka 4,5 ideal, singan pingan qo'shilmaydi burikalarimizga. Mana buzilgani ham bor, singan pingan qo'shilmaydi. Ideal chista tutka 4,5 metrcha bilan razmerini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bunaqasi 4,5, bunaqasini pash 4,5 lik ham bor mana. Asosan mana tutka 4,5 lik reki ideal. Singan pingan qo'shilmaydi, 8 mingdan qilib beramiz metrini o'rtoqlar. 7,5 minglik ham 7 minglik ham bor ekanlar. Asosan endi zakaz shularga bo'lgani uchun shundan kesib tayyor qilib qo'yganmiz. Ideal kivorasizlar. Shipr tagiga ideal ketadi. Mazza qilib ishlatasizlar. Bu bo'ynakidek ichiga garbili chiqib, singani chiqib, bo'ynakidek bo'lmaydi. Singani yo'q, zo'r. 8 mingdan qilib beramiz. Ko'prog'ini kelishtirib ham beramiz. Keyingilar kivorasizlar o'rtoqlar. Keyin chista 5,15 taxtamiz bor mana. Chista 5,15 so'raydi bir ikkitalar. So'ragani uchun chista mana ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rsatasiz. Chista mana 5 ga, mana bunaqasi mana 15, chista 15, bunaqasi 5 mana ko'rishingiz mumkin. Chista 15 ga 5, 185 ming so'mdan chiqadi donasi. Chista 15 ga 5 ligi 185 ming so'mdan qilib beramiz o'rtoqlar. Keyingisi mana taxtalarimiz narxi bu, lekin balonlarimiz narxini ko'rsatamiz. Mana kecha kelgan bular ham, kecha kelgan 4,5 metr balonlarimiz mana sifati zo'r. Bular mana 140 ming so'mdan chiqadi donasi. 4,5 metrlik archilgan tayyor ideal balonlarimiz. Keyingi masalan 4 metrlik 7 ga 10 tur mana g'ilondan kesib kelingan teraklarimiz, g'ilon qishlog'idan bular mana 8 ga 10 tur bo'ladi. Bular 125 ming so'mdan chiqadi, ideali. Agar tak buni 110 minglik ham bor 4 metrliklarda. 3 metrliklarimiz ham bor 85 ming so'mdan 80 mingdan chiqadi donasi. Keyingisi do'maloqlarimiz 4 metrliklarimiz 100 ming so'mligi bor. Keyin 125 minglik ham bor 4 metrlik do'maloqlarni 5 metrlik 175 ming so'm chiqadi. 6 metrlik zo'rlari bor ham bega 6 metrliklar. Ular 230 ming so'mdan chiqadi. 6 metrlik balonlarimiz 230 ming so'mdan chiqadi. Keyin mana 2 metrliklarimiz ham, mana garbillarimiz ham bor. Xo'p, keyin garbillarimiz 3,5 mingdan qilib beramiz donasini. Drankamas lapet bo'ladi garbillarimiz 3,5 ming so'mdan qilib beramiz. Kecha kelgan bu garbillarimiz sifati zo'r 3,5 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Keyingisi xo'p, yana shifr narximizni aytib o'taman. Qo'say chek shifrlarimiz o'rtoqlar. Qo'say chek nomi, ideal sifati garantiya o'rtoqlar. Sinovdan o'tgan shifrlarimiz 52 ming so'mdan qilib beramiz. Hozirgi kundagi narxlar o'zgarmasa, shifr narxi ko'tariladi. Agar olmoqchi bo'lsanglar olib qolinglar. 52 ming so'mdan chiqadi. Qilib beramiz sifatida. Ko'prog'ini kelishtirib ham beramiz. Qo'say chek shifrlarimiz 52 ming so'mdan qilib beramiz o'rtoqlar. Keyingisi mana o'rtoqlar 12 lik taxtamiz bor. 12 lik quritilgan varianti 100 ming so'mdan chiqadi donasi. Ko'proq olganligiga 95 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 12 lik strapelamiz. Mana 10 turga to'rligida bunaqasi sotilayotgan varianti bunaqasi. Keyingisi mana 4 metrlik 10 lik demovkalarimiz ham bor o'rtoqlar. 4 metr 10 lik demovkalarimiz 40 ming so'mdan chiqadi donasi. Keyin rossiyskiy 8 ga 10 tur balalarimiz 135 ming so'mdan chiqadi donasi. Quritilgan zo'ri. Keyin displaylarimiz ham o'rtoqlar. Perm original displaylarimiz 400 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Fanerlar bor. Keyin faner 3ligi 75 ming, 4ligi 85 ming, 1ligini 180 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 1ligi o'rtoqlar. Keyingisi o'rtoqlar mana kirishga ketayotgan hamma narsa bor. Mana siliflar, biz ko'rsatamiz operator. Mana rossiyskiy siliflarimiz 20 ming so'mdan qilib beramiz metrni. Rossiyskiy 04 tunkadan yasalgan siliflarimiz o'rtoqlar. Keyin kanyoklarimiz kattasi mana 19 mingdan chiqqan metr, qalin normal tunkadan yasalgan. Kichkinasi 18 ming, 16 ming so'mdan chiqqan metri. Kanyoklarimiz ham normal tunkadan yasalgan. Keyin kanyok mana mokre svitlari ham, siliflarimizda mokre ranglari bor. Keyin mana varonkalari, xamutlari, tirsaklari, turbalari hammasidan bor xudo xolasa o'rtoqlar. Kivorasizlar, sifatlari zo'r. Mix-pix deysizlar, qishga ketayotgan xudo xolasa hamma narsa bor. Manzilimiz Qashqadaryo, Shahrisabz, Chorshanba. Bu video o'rtoqlar Qashqadaryo, Shahrisabzlar akalar uchun narxini chiqaryapmiz. Rossiyaga yurgan musofirdagi akalar uchun. Ko'p kishi narxlaridan bilib qo'yib, keyin adashmaslik uchun o'shanga qarab pullarni zaxira qilishlari uchun video qilib chiqaryapmiz. Xo'p o'rtoqlar, keyin videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqmasin. Qashqadaryoliklar shunday narxlarni ogoh qilib turamiz. Tez narxlarini aytib turamiz. Shu uchun obuna bo'lib, like bosib qo'ysangizlar, xursand bo'lamiz o'rtoqlar. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yaverasizlar. Kesh Taxta kanaliga ham, Instagram kanallarimiz ham bor. Hammasiga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa, mana Shahrisabz, Kitob tumanlariga ko'p joylarga yetkazib beramiz, xudo xolasa. Dastavkasini ham chiroyli qilib beramiz. Mana shu nomerlarga telefon qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu narxlar may oyidagi narxlarimizni yana aytib o'taman.
o'zgarishi mumkin. Bular hozirgi kundagi narxlar, endi shiferlar ko'tarilishi mumkin, taxtalar o'zgarishi mumkin. Shularga ham e'tibor berasizlar. Bu taxtalarimiz endi ko'pincha Toshkentdan, vagondan keladi. Toshkentdan vaqtga kelish uchun narxlari boshqa joyga, boshqa viloyatlarga qaraganda qimmatroq bo'lishi mumkin. Shunga ham e'tibor berasizlar. Bu joyga baqqa ekan, bu joyga muncha ekan, bu joyga uncha ekan degan narsalar kerak emas. Bu Qashqadaryoga endi uzoqdan keladi, yo'lkalari qimmatroq minadi, keyin taxtalar sifatiga ham e'tibor berish kerak. Endi bizda Qashqadaryolik akalarimiz ko'p kishi baribir sifatiga e'tibor beradi. Shuning uchun sifatli narsalar olib kelishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Kech Taxta kanali obuna bo'linglar.